Assalomu alaykum hammaga. Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytni ko'rib chiqamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytni ko'rib chiqamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p, saytga kirishimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdan register degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Mana bu yerga elektron pochta, parol, login yozasizlar va mana bu yerdagi register degan tugmani ustiga bossanglar, oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib olganman. O'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtada sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Saytda o'rtada biz qanday qilib pul ushlab boramiz? Mana bu yerda 8 ta bo'lim mavjud. Pastga qarasanglar 4 ta bo'lim mavjud. Birinchi bo'lim doma bo'limi, bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi. Xo'p, bu yerda количество achinka degan tugma bor. Ustiga bosib qoldirasizlar. Bu bo'lim orqali o'rtoqlar biz mana shu saytda mana bu levellarni sotib olib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz ham mumkin. Eng arzon levelning narxi 12 USDT turar ekan va bizga har kuni 15% doxod olib kelib turar ekan. Bu где-то bir $2,5 $2 atrofida bo'ladi. Xo'p, bu yerda level 2 bor ekan, buni narxi 56 USDT turar ekan va bizga har kuni 15.5% doxod olib kelib turar ekan. Qolgan levellar bilan o'zlaring tanishib olasizlar o'rtoqlar. Sizlarga video qisqa va lo'nda bo'lishi uchun tezda tushuntirib o'taman. Xo'p, bizda hozir mana bu level 1 ochiq va biz har kuni 15% doxod olamiz. Bu yerdan doxodimizni olish uchun AI degan tugmani ustiga bir marta bosib qoldiramiz. Уже bizda zadaniya bajarishni boshlandi. Hozir bizga kunlik doxodimizni chiqarib beradi. Xo'p, menimcha $2 yoki $2,5 atrofida chiqsa kerak. 12 USDTning 15%. Xo'p, o'rtoqlar, hozir menimcha internet ishlamay qoldi. Mana o'rtoqlar $1.93 ga teng bo'lar ekan. Bu yerda ikkitani bosamiz. Xuddi shunaqa qilib levellarni ochib, biz saytda oddiygina pul ushlab borishimiz ham mumkin. Xo'p, bu yerda usluga degan bo'lim bor, ya'ni saytning Telegram kanallariga yoki adminlariga bog'lansanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda Maya degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Endi sizlar bilan saytga pul to'ldirish va pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Kelinglar, birinchi pul to'ldirishdan boshlaymiz. Pul to'ldirish uchun perazaratka degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Bizda juda ko'p yo'nalishlar mavjud. Menga eng qulay mana bu WEB20 USDT ustiga bosib qoldiraman. Xohlasam o'rtoqlar mana buni skaner qilib pul to'ldirishim mumkin. Xohlasam mana bu adres orqali pul to'ldirishim mumkin. Xo'p, adresga pul tashlab bo'lganimdan so'ng bu yerdan пополнение завершен degan tugmani ustiga bosib qoldirsam, uzog'i tashlagan pullarimni saytga 3-4 minutda tushirib beradi. Juda ham oson o'rtoqlar. Endi pul chiqarishga kelsak, pul chiqarib olish uchun bu yerdan Atvis degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, minimalka pul chiqarish $1.08 tashkil qiladi. Bizlar WEB20, TRS20, TRX va BNB yo'nalishlariga pul yechsalik bo'ladi. Men hozir WEB20 ga yechmoqchiman. WEB20 ni ustiga bosib qo'yganman. Diapazon limit degan joyga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summamiz, adres Vivoda degan joyiga nima deydi? Adresimizni kiritishimiz kerak. WEB20 adresimizni parol безопасность degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytimizda kiritgan parolimizni kiritib o'tishimiz kerak. Men hozir bo'limlarni to'ldirib olaman. Men bo'limlarni to'ldirib bo'ldim. Sayt o'rtaga hech qanaqa komissiya olmasligini aytmoqda. Bu yerdan подтвердить degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, mana o'rtalar вывести успех. Summa для обработкаga tushdi. Uzog'i 1 minutda bizning pullarimizni 100% to'lab beradi. Hozir tepadan Binancedan ham SMS kelib qoladi. Xo'p, bu bo'limdan chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib nima deydi? Pul chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p, pastroqqa tushsanglar, bu yerda Center безопасность, передача, новости va boshqalar. Xo'p, yana doma bo'limiga qaytamiz. Saytga o'rtoqlar o'zimizni nima deydi? Do'stlarimiz ham taklif qilib ham saytda pul ushlab borsanglar bo'ladi. Xo'p, mana o'rtoqlar Binancedan o'sha SMSimiz keldi. $1.93 hamyonimizga yetib keldi. Cheklarni hammasini Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va zakreplonning kommentarida bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videosiga yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.